Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli qarindoshlar, men qarindoshinglar Nabijon A'lo. Uzun vaqt bo'ldi. Har xil sabablar tufaylidan har biringlar bilan ekran oldida didorlashamdik. Shuning bilan birga bugun bir vaqtimiz bilan har birlar bilan bir ozroq vaqt chiqarib bir o'zimizning ba'zi bir tushunchalarni birlikda o'rtoqlashishni loyiq ko'rdik. Hammamiz bilganimizdek hozir Sharq Turkistonning vaziyati, Sharq Turkistonda bo'layotgan zulm xalqaro kun tartibiga kelib, butun mayli Amerika matbuotlari bo'lsin, mayli g'arb davlatlarining bo'lsin, butun muhim nuqtalarga aylandi. Har xil muhokama va har xil shakldagi yig'inlar, har xil shakldagi faoliyatlar davom qilyotidi. Ya'ni Xitoyning abdi bajarisi xalqaro darajada oshkorlanyotidi va fosh qilinyotidi. Xitoyni birlam davlat emas, butun shu insonparvarlikni asos qilgan, kishilik huquqni tavsiya qilayotgan va shu kishilik huquqqa hurmat qilayotgan davlatlar bosh bo'lib Xitoy tajovuzchilarining xalqimiz ustidan qilayotgan bu zulm siyosatini fosh qilyotidi va ayblayotidi qarindoshlar. Biz nihoyatda tarixiy fursatlarda turyapmiz. Ammo buning bilan birga biz kuchimizni, zihnimizni, vaqtimizni, iqtisodimizni birlashtirib dushmanga hujum qiladigan bir fursatda aramizda ma'lum bir insonlar, ma'lum bir noma'lum o'zining kimligini tehi belgilay olmaydigan, oq ko'rinishi qarasangiz tehi bir shaltoq tarixi bor bir insonlar o'tirib chiqib qandaqdir ba'zi bir insonlarimizni qorlab, tillig'ish, hattoki Facebook va boshqa ijtimoiy uchuv vositalarida haqorat tusnagan og'zini eg'izga og'iz yugurchiligi bo'lmaydigan bir musulmonga desa musulmonda tehi yo'q, Uyg'ur desa Uyg'urning axloqida tehi yo'q bo'lgan bir holatlar bilan maydonga chiqib, hayosiz holatda insonlarga til tekkizyotdi. Bular mayli Kanadada bo'lsin, mayli Avstraliyada bo'lsin, mayli Norvegiyada bo'lsin, dunyoning nerede bo'lsin, bular zoti kimlar? Avstraliyada bir Eminjon degan bir bizdan cho'nkan 54 yosh atrofidagi bir kishimizni chiqib bir ma'lum o'zining telefonida boshqa yerda tillagan bo'ldi. Tillagandan keyin u kishi bilan biz aloqa qilgan bo'ldik. Avvallashgandan keyin u kishining o'zining xato qilganligini, o'zining keyipchilikda, ya'ni nervisi joyida emas vaqtlarda gap qilganligini va boshqalarning kuch ko'rish orqali bo'lganligidek narsalarni o'tirg'ab chiqdi. Gerçi o'zini kuch ko'rganlarning ism sharifasini demagan bo'lsa-mu, o'zining bu kishilarni ayt yaxshi taniydiganligini ishoratladi. Demak, bularni tilligan, bizni tillig'ib haqoratlaganlarni YouTube'larga qo'yishlar bo'lsin. Uyg'ur Muzik degan YouTube kanalini ichayotgan va uningda ba'zi bir narsani taqtiyotganlar bularning kimligini pat muddatda oshkor qildi. Mayli bular bo'lsin. Bular zodi kimlar? Bu mas Eminjon men masligimni deb qopdima deb kechirim so'ragan bo'ldi. Xatoligini to'nigan bo'ldi. Bular uningdan boshqalar menisi joyida gap hakat qilayotganlar, tillayotganlar zodi bular kimlar? Kim uchun tillayotdi? Xitoyning jundisini ishlayotdi. Yoki hasadxo'rning jundisini ishlayotdi. Bular o'zini aytdi, o'ylab boqsa bo'ladi. Uni fosh qilma, buni fosh qilma emas, sening qo'lingda dalil isboting bo'lsa, qo'lingda bir insonni qarlig'idek bir nimang bo'lsa, fakiting bo'lsa, yo shohiting bo'lsa, o'tirib chiqib, o shaklda, ilmiy shaklda o'tirib qo'ysa bo'ladi. Biz hech kimning fikr qilish erkinligini bo'qqinimiz yo'q. Bo'g'maymiz ham. Har odamning o'zining fikr qilish erkinligi bor. Lekin u fikr qilish erkinligi insonlik shaklida, odamiy shaklida bo'lishi kerak. İştqavavrdi, karvan yo'liga mengayverdi. Bizga nurg'un qarindoshlarimiz ayrimxonamizda va aqllarimiz olsun, hadillarimiz olsun, samimiy nasihatlarni qilgan bo'ldi. To'g'ri. Ishit qavavrdi, karvan yo'li. Bizni bir necha ishning qovug'ini bilan
bir neçəsinin təhdidi bilan, yəni bizning Xitoy tajovuzlarining uni buni deyish bilan qo'rqib qolgan holatda yo'lga chiqmaganmiz. Biz bu yo'lga chiqishdan burun iymon kemirimizni belimizga mahkam bog'lab, Allohdan faqat bizni yaratgan va bizni-cho qiyomat kuni bizdan so'roq qiladigan shu yaratquchining oldida ey Alloh qadamimizni mustahkam qil. Bizni bu yo'lda olg'a ilgilashga nisb qil, keyingi chekinishga fursat berma degan shaklda chiqdik. Biz bu yo'lda ne tashkilot qurish, ne obro'yimizni chiqarish, ne bir huquq manfaat, ne pul mal dunyoni ko'zlab chiqmadik. Biz bu yo'lda faqat Alloh bergan mushu hayotimizda, cheklik bo'lgan hayotimizda Alloh rizoligi uchun vatanimiz Sharqi Turkiston va Sharqi Turkiston izlayotgan xalqimiz uchun 1 santimetrlik, 1 temim suvchilik harakat qila olsak, shuning uchun kifoya, biz uchun shu sharaf. Allohning rizoligi ilsak bu shu yetidi bizga. Bizga bütün dünya birleşip mal dünya versinmi? Bütün dünya bizni podshohlik taxtiga o'tag'iz versinmi? Bika Alloh taoloning shu bergan bir rahmati bizga dunyo oxiratda yetib boshadi. Biz buni deb chiqdik bu yo'lga. Biz qandaqdir bu yerda so'zlab, bu yerda nima qilib, biz mening qo'limda askirim yo'q, mening necha million bir pulim yo'q, mening bir iqtidorim yo'q, bu yerni o'qib ketgan olim doktor emasman. Men faqat xalqimning ovozi bo'lish. Xalqimning ovozi bo'lish. Xalqimning ovozini yetkazish. Xitoy tajovuzlarining abdi bashirisini ichish. Xitoy tajovuzlariga xalqimizning ahu zarini butun dunyoga anglatish. Xitoy tajovuzlariga qarshi zarb berish shaklida o'tirib chiqdi. Allohning izni bilan qo'limizdan kelgan, imkonimiz kelgan har xil shakldagi ishlar bilan qarshiligimizni davomlashtiramiz. Qo'limizdan nima kelsa shuni qilamiz. Xitoyga qarshi turish uchun. Lekin fikri o'xshamagan, bizlarni to'g'ri tushunmaydigan insonlar bilan ular bilan zidlashadigan yoki bo'lmasa o'zimiz yoki bir tashkilotni, bir tashkilot boshlig'ini va yoki xalqimiz uchun fidokorlik ko'rsatgan kishilarimizni haqoratlaydigan, ularga chamma kesak otadigan, ularga ularning manga yo'liga putligashang shaxshomba kesak to'p tashlaydigan mijozimiz yo'q. Biz kim Alloh rizoligi uchun xizmat qiladi ekan, shu qarindoshlarimiz bilan hamkorlashishga yalad hamkorlashimiz. Hamkorlashga taklif qilsa, qo'limiz ko'ksimizda. Biz hamkorlikka yarasak, hamkorlashib mangamiz. Lekin hamkorlashammasak, men bilan hamkorlashamman deb ta'tir qarab mangadigan emas. Bu yo'l nayt keng yo'l. Nayt uzun yo'l. Nayt mushaqqatli bir yo'l bu. Bu yo'lda vaqtimiz bilan, iqtisodimiz bilan, mol mulkimiz bilan, hattoki mavi biz eng yaxshi ko'rgan jinimiz bilan fidokorlik ko'rsatgan yo'l mavi. Bu yo'lda obro'yni tamom qilganlar obro'yga erishamaydi. Mol mulkni tamom qilganlar mol mulkka erishamaydi. Yoki boshqa birini qilib erishamaydi. U niyatni qilib qolsak, bu yo'lning sopligiga ta'sir etib qoladi. Da'vorimizda rostchil bo'lolmaymiz qarindoshlar. Shuning uchun bu yerda Xitoy tajovuzchilari hozir mayli to'r sohasida bo'lsin, mayli boshqa uchur vositalari bo'lsin, har xil shaklda Sharq Turkistonning da'vosini suiiste'mol qilgan shaklda bir kishi insonlarni chiqarib Sharq Turkistonning da'vosiga to'sqinlik qilyapti. Xalqning ideyasini qisman shaklda bo'lsin burmilab, diqqat e'tiborini o'zining dushman ekanligidan qochirishga tirishyapti qarindoshlar. Bizning faqat birli dushmanimiz bor. Sharq Turkiston xalqining ideologiya asosi dinimiz islom, vatanimiz Sharq Turkiston, millatimiz Uyg'ur, dushmanimiz Xitoy tajovuzchisi degan mush ideologiya asosi bilan biz ma'asak inshaalloh to'g'ri mangan bo'lamiz. Onun uchun Xitoy tajovuzchilari mushundaq bir ideologiya asosiga bizning birlashib ketishimizni, mushundaq xalqaro shaklda xizmat qilayotgan xalqaro kun tartibiga bizning da'vorimizni eng yuqori saviyada qilayotgan xizmat qilayotgan tashkilotlarimizni va tashkilot boshliqlarimizni va fidokor jangchilarimizni haqorat qilayotgan va ularni xunuklashtirib, ularni ro'y jihatdan sundirishga tirishayotgan bir turkum
hareketlarni ilib boryapti. Biz bunga nihoyat hushyor bo'lishimiz kerak. Kim xizmat qilyapti, kim gap qilyapti, kim g'ayvat qilyapti, kim pishni tarqityapti, buni aniq tunishimiz kerak. Bizning ko'zimiz ishki bo'lsa, xalqning ko'zi necha ming. Buning uchun qarindoshlar, biz bu yerda qandaqdir birsini ko'tarib, birsini tushirish, qandaqdir nima emas, faqat dushmanimiz Xitoy tajovuzlari. Bunga qarshi kuchli shaklda bir ittifoqlashishimizga, o'zimizning tarafini olgan odamnikini kuchlantirish, o'zimizning tarafini olganlarni xunuklashtirish bu to'g'ri emas. Sharq Turkiston davosining bir maqsadi bor. Bizning olgan tarafimiz haq taraf bo'lishi kerak. Qandaqdir bir tashkilotni, qandaqdir bir insonni, qandaqdir o'zimiz yaxshi ko'rgan odamni emas. Sharq Turkiston davosining sog'lom taraqqiy qiladigan, Sharq Turkistonning mustaqilligi yetadigan bu nishonlar tarafini olishimiz kerak. Haq taraf bu. Xalqimizni qandaq bo'lmasin, bir kun bo'lsin bo'ldi qutqarish. Shu turmalarni pachoqlab tashlash, shu Xitoy tajovuzchilarini zamonimizni Sharq Turkistonda qo'g'lab chiqarish bu bizning eng tubki nishonimiz. Biz Sharq Turkiston Cumhuriyetini asliga kelimiz degan maqsad muddada bu yo'lga atlandik. Allohning izni bilan Alloh xolis chuqum shu niyatimizga, shu maqsadimizga bizni yetkazadi. Onun uchun biz Alloh bilan Alloh qilgan va'dimizga amal qilish uchun bu va'dimizda mustahkam bo'lishimiz kerak. Bu yo'lda mustahkam turishimiz kerak. Qarindoshlarim. Onun uchun biz dushmanning nima hilmi kirishiltayotganligini, aramizda qandaq pochalar uchun harakat qilayotganligini, buni harakatni qilg'izayotganlarning kimlar ekanligini, kimlar biz suratli shaklda da'voga va yoki bu yo'limizni to'sqinlik qilayotganlarni aniq tunishimiz kerak. Aniq tunishimiz kerak. Bular bilan zaten aramizda bo'lsa chek-chegirimizni orishimiz kerak. Bularni yetib qoldirishimiz kerak. Xitoyning bizning aramizga selayotgan jasuslari, mayli munofiqlari, mayli har xil shakldagi pishni yig'vochilarini tunishimiz va ularni darhol aramizdan siqib chiqarib, ularning tegishli adabini berishimiz kerak. Bundaq bo'lmaydi ekan, da'vorimizni har xil shaklda burmilab, har xil shaklda chekindirishga tirishadi. Da'vorimizni ma'lum muddatga bergandan keyin uning bu ismni, uning bu ismni. Bu ismlarni qo'yayotgan kimdi? Shu Xitoy tajovuzchi. Xitoy tajovuz almisaqdan bizga milliy bo'lgunchi, terrorchi, millatlar ittifoqligini buzg'unchi, ayliqi pomchek, feodalchi, yana bizimchi usinib qargan shu Xitoy bizni. Bugun bu yerga chiqqandan keyin Sharq Turkiston davosida xizmat qilayotganlar bo'lsin, mayli aktivlarimiz bo'lsin, mayli olim adablarimiz bo'lsin, avtonomiyachi, yana biz mustaqilchi uchi-buchi deb arayotganlar kim o? Bu ismni qo'yib, ismni tarqatayotganlar kim o? Demak, nima deganda, bu yerda buni qilayotgan faqat Xitoyning uyonchilari. Xitoy tajovuzchilari bor. Farda aqsda da'vorimizni xunuklashtirayotgan, da'vorimizga bo'lgunchi qilayotgan, oramizga pishti pasat selayotganning pardaqsi rejissyori Xitoy tajovuzchilari. Buni ikkilanmay hech bir nima qilmagan shaklda Xitoy tajovuzlari ekanligini biladi. Xitoy tajovuzlari ba'zilariga vositlik, vossiz, bevosita harakat qilmasimi, ba'zi vositlar ularning tunishlari, yaqinlari va shularning do'st og'illari shaklidagi insonlarni ishga solib turib, shularning qo'liga pulni berib, shu pulni akil shaklida harakat qilyapti. Masalan, to'rlarda ko'ryapmiz. Ajab shunday cho'ng tipdagi namoyishlar bo'lsin, imzo etishlar bo'lsin va yoki bir Sharq Turkiston xalqining umumiy guvohchiliklar bu, guvohlik berish bo'lsin, musha shaklli faoliyatlar umumlashgan ahvolida o'ttirimiz bir ixtiloflarni birlarining qo'li bilan achiqib shekilda tashlaydi. Sizlar bizni o'ttirchi ziddiyat silishga tirishtirdi. Shuning uchun mayli WhatsApp to'plarida buni taqitayotganlar bo'lsin. Hatto uning tarafini olib qilib, buning yang'isayotganlar bo'lsin. To'xtabdi, mani kim qilyapti? Ma kimga foydasi bor? Ma o'ttirimiz ziddiyatni kim olyapti? Bu kim o zaten? Bu bir tunayçı. Tulu insanların biz aktığımızda mevhum yok. Numurmu yok. Üzümü yok bir insanla çıkmadı. Demek bunun kelişmen bazı nereden oldu degende Xitoy tajovuzlari. Xitoy tajovuzlari mayli Turkiyaning numeri olsun, mayli Angliyaning numeri olsun, boshqa davlatning numurlarini eng avval o'zining quloqlariga, ya'ni chet elda shularga ishlayotganligi birinchi qo'yilgan talabi biz shu yana numerini appa degan shaklda ovozi xotirlari qo'limizda bor. Demek Xitoy tajovuzchilari
istixbarat bexatarlik idorasining qanday ta'lim berayotganligini, bu yerdagilarning qanday harakat qilib, ular qanday harakat qilayotganligini buni axborot vositalaridan bor qarindoshlar. Buning biroz izlansaklar, buning ularning nima ish qilayotganligi, bizning nima ishimizni bilishga tirishayotganligini, qanday ishda bizga to'sqinlik qilayotganligi o'ttirib chiqadi. Xitoyning eng cho'ng qila oladiganini bizga lavani avatib tilg'izmaydi bizni. Bizning shu aramizdan shu bizga o'xshash ismi Uyg'ur, chiroyi Uyg'ur chiroy, tili Uyg'ur so'zlaydiganlarni chiqarib tilg'izdi shu. Ular ma'lum bir shekilda bir banan sababini qilib turib qiladi. İmincanğa ben xata qildim deb dedi. Qag'allichu. Qag'alli xata qilyaptamdi ya vaslik urayotgan vaksinasining kuchi bilan yana vaqirib jaqirayotamdi. Biz Facebook'da hozir tarixni surishtirib, tarixdan yakun chiqadigan yerdimi? Tarixdan yakun chiqarayotganlar kimlar bular? Ularning shunchalik salohiyati yetamdi. Sabit Damillamni, G'ojniyaz Hojimni, İsa Yusuf Alibdikinni, Muhammad ibn Buğrani bağlaydiganlarmi ular? Bunu taqtib uni nima demoqchi? Bizga Uyg'uriston qurib bermoqchimi? Yoki bo'lmasa ikki xalqning ideyasini nega burmalmoqchi degan savolni qo'ysaqlar buning javobi chiqadi qardoshlar. Shunga bu shakldagi narsaga o'shar bo'ladi. Mayli shu 11-oyning 6-kundagi Janvaga yig'ilishda mushto necha 10 ming odam yig'iladigan, Xitoyning abtibechirini oshkorlaydigan, hattoki Xitoyga buning qanday shaklda buzg'unchilik qilish, qanday shaklda bu namoyishni xunuklashtirish, qanday shaklda buni shu yerda o'zining yolg'on ekanligini texnik dalillash uchun har xil shaklda harakat qilayotganligi bu ma'lum. Xitoy uning 8-13-kunda Tenavalda bizda bunda kampi yo'q dedi. Bir oyga olmay, berdash qilib bermay, ya bizda nima bo'lyapti dedi. O'ninchi yerda ko'rdinglar, Xotandagi tarbiyalash markazida kasb o'rganyapti degan shakldagi narsalarni qilyapti. Demak, xalqaroning besimi bilan Xitoy buni qabul qildi. Hamda atugin tarbiya nimasikilar putadi deb bir turkum insonni qo'yib berishi mumkin. Demak, Xitoy nima degani xalqaroning besimi bilan bu shaklda qadamni avaylab, ya'ni quliq shumliqlar ilyapti. Buning texim o'sharilib, biz bu shundaq chekingan, bu shundaq xalqaroning besim oshgan vaziyatda biz teximi shaklda davarimizni, mayli imzo to'plash olsun, mayli guvohlik berish olsun, mayli nomsiz mahbuslarning arxivini to'liqlash olsun, mayli bu keng ko'lamli namoyishlarga teximi shaklda bir yakizmiz. Chunki bu natija bu. Allohning izni bilan bu shundaq shaklda harakat ko'rsatib, mayli tashkilotlar olsun, mayli nurg'un fidoilarning har xil shakldagi muxbirlarga doklad berishi olsun, ana keyin guvohchilarning ekran orqali o'zining guvohligini bildirish, tuqunib qani deb vaqirishi olsun, Xitoydan buningdan javob berishini savol so'roq qilishi olsun. Demak nima deganda shu xalqning shaklida qo'zg'alishi bilan bu shaklida natijalar maydonga keldi qarindoshlar. Aşı bizden kütüvatkan g'arb matbuotlari olsun, axborotlari olsun, şu davlatlar olsun, bizden dalil isbotni kütüvatıdı. Pasportumuzdan 10 kun ishkisi emas, şu davlatning vatandoshligini oldik. Vatandoshligini olib, şu vatandoshligimiz bilan şu davlatdagi parlamentga olsun, mayli hukumatning tashqi ishlar ministrligi olsun, bu shaklda o'zimizning davosini anglitishni davomlashtirishimiz kerak. Muşda şekilde her devletki Uygurlar fidakarlık göstergende, ana degan qanday oldu deganda, bütün dünya hareket gelip texmi şekilde delil ispat bilen, Nebjana anasını qanday qilib ketdi, aksini qanday qilib ketdi, aksini nega qilmading degan şekilde o'tirg'i chiqdi. Men ishimni bilmasam, uni kimga atayinib qiladi ekan o ishni? Demek müşahedeki bütün dünyadaki qarindoshlarımızdan Allah razı olsun, bütün guvohlik berayotgan ve guvohlik berish oldida turgan, hem mushu namoyish uchun dunyoning her yeridan tayyorlik qilib kelib shu maydonda Xitoy tajovuzini qarshi o'zining noroziligini bildirib deb tayyorlik qilayotgan qarindoshlarimizdan Alloh razı olsun. İnşallah Allohning izni bilan Janvada ko'rishimiz, inşallah şu Janvada namoyishlarimizni shu Janvadagi Dunyo Uyg'ur guruhi boshqa tashkilotlarning o'rinlashtirishiga tartiblashiga bo'ysungan holatda qaysi shaklda bizdan nimani talab qilgan bo'lsa, shu shaklda bir askar bo'lish sifatimiz bilan berishimiz kerak. Askar degan buyruqqa bo'ysunadi. Qanday shaklda bizni tu degan yerda turimiz, mang degan yerda mangimiz, to'la degan shuarni to'laymiz, shu shaklda harakat qilib mangimiz.
Şu devletning qonuniga bo'ysunishi bilan birga bir şekilde şu o'rinlashtirgan qarindoshlarımızning, tashkilotlarimizning o'rinlashtirishiga mutlaqo bo'ysunishimiz kerak qarindoshlar. Mutlaka başımız gerek. Yani öz aldığımızda bunu ayrım nima qilib so'zlashimiz mumkin. Programma qilib öz beşimchilik bilan harakat qilishga, öz beşimchilik bilan sho'r to'lashga, öz beşimchilik bilan u yerda chiqqan Xitoy tajovuzlarining bizning ichimizga va boshqa sirtdan kelgan har xil shakldagi munofiqlikning qilmishiga ashadiki bizning qo'g'dug'uchilar atretlari va qo'g'dash bexatarlik qilmishini ustiga olgan qarindoshlarimiz bu ishga mas'ul bo'ladi. Şuna o şekildeki tertiplerle iş hareket ilip berişanlarını tavsiye kılıma. Qarindoshlar, vaqt munosabati bilan gapimni mishada oxirlashtirishni loyiq ko'rdim. Chunki bundan uzun so'zlab ketsak yaxshi bo'lmaydi ekan. Bo'lab har xil tema shaklda har birlariga yana o'zimizning nayeti tushunchimizni har birlari bilan birga o'rtoqlashib tirishimiz. Hammani Janob Allohga topshirib, shuningdan bilan birga oxirida bizni qo'llab kelayotgan bosh barmog'ingizni va bizga a'zo obuna bo'lishni unutmang. Janob Allohga topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.